qaratgan holda Rauf Inileyev maydonga o'z shogirdlarini tushirmoqda. Maksim Shatskix O'zbekiston terma jamoasining sardori va hozircha ana shularimiz ham juda katta umid bog'lashgan ana shu futbolchiga o'ylaymizki, ana shu 14-Osiyo Kubogi bahslarida o'zini nimalarga qodir ekanligini namoyish eta oladi. Yosir Al-Qahtoniy uchrashuvni kuzatishni boshlaymiz. Demak, yaxshi niyatlar bilan uchrashuvni boshlaymiz. O'yin boshlandi va O'zbekiston terma jamoasi a'zolari o'yinni boshlab berdi. Uchrashuvning boshidanoq har ikkala terma jamoa a'zolari ehtiyotkorlik bilan harakat qilishmoqda. Chap qanotda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. Xavfli vaziyat, darvoza bo'sh va uchrashuvning boshidayoq Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir hisobni ochishga muvaffaq bo'lishmoqda. 18-raqam ostida harakat qilayotgan futbolchi bu vaziyatda ancha yaxshi harakat qilganini aytib o'tishimiz kerak. Abdurahmon Al-Qahtoniy chap qanotdan hujumni boshlab berdi. Avvaliga bir futbolchini aldab o'tdi va to'pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berdi. Takroriy lavhani ko'ramiz. Darvozabon to'pni qaytarishda biroz xatolikka yo'l qo'ygan edi. Anvar G'ofurov ham mana futbolchini o'tkazib yuborgan va Timur Kapadze ham bu vaziyatda yordam bera olmadi. Albatta Ignatiy Nesterov ana shu vaziyatda kutilmaganda to'pning bunday o'tib ketishini, hattoki mana Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisi ham to'pning yo'nalishini o'zgartirgan ekan va 20-raqam ostida harakat qilayotgan Yosir Al-Qahtoniy Saudiya Arabistoni terma jamoasi sardori uchrashuvning boshidayoq o'z terma jamoasini hisobda shunday holatga tushib qoldi. Yosir Al-Qahtoniyning xursandchiligiga e'tibor bering va hozir uzoq masofadan berilgan zarbadan so'ng to'p darvoza ustuniga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Server Jeparov tomonidan zarba amalga oshirilgan edi. Ana shunday tarzda uchrashuvni davom ettirish kerak. Demak, Maksim Shatskix to'pni serverga yetkazib berdi. Bo'lgan edi. Futbolchilarimiz to'pni egallab olishdi. O'ng qanotdan Islom Inomov to'pni jarima maydonchasiga yetkazib berdi. Darvozabon Yosir Al-Musaylim bu safar to'pga chiqishda bexato fikrlar bildirilgan, lekin aynan ana shu fikrga Rauf Inileyev qo'shilgani yo'q va ana shu bahsda hech ham Saudiya Arabistoni terma jamoasini favorit deb hisoblamayman. Men 50 ga 50 deb baholagan bo'lardim degan fikr mulohazalarini qilsa sariq kartochka ko'rsatishini aytib o'tdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Ignatiy Nesterov bu vaziyatda yaxshi harakat qildi. Said Haririy boshi bilan to'pni raqib darvozasi tomon yo'naltirgan edi. Bu safargi hujum o'ng qanotdan uyushtirilyapti. Inomov juda ham yaxshi. Hozir Denisovda yaxshi imkoniyat va Vitaliy Denisov. Menimcha u to'pni olyapti. Mana e'tibor bering. Vitaliy Denisov. Yo'q, bu safar Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari yana to'pni egallab olishdi. Umuman ana shu Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarida 3-4 ta futbolchi oldingi uchrashuvlarda ham gap qol ajralib turishgan edi. Mana fikricha omad tufayli navbatdagi bosqichga chiqqan Indoneziya terma jamoasidan bo'lgan uchrashuvda 92-daqiqada ular raqib darvozasiga to'p kirishgan edi. Futbolchilarimizning hujumi, xavfli vaziyat, to'p tepilib yo'q. Maksim Shatskix tomonidan amalga oshirilgan zarbada Denisov to'pni chap qanotga qoldirdi. Jeparov yana bir imkoniyat, darvoza bo'sh. Aziz Ibragimov birlarga yetkazib berishda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari xatolikka yo'l qo'yishdi va endi orqaga qaytishlari kerak bo'ladi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining xavfli hujumlaridan biri. Yaxshiyamki hozir zarba. Inomov himoyachi to'pni qaytarishdi, yana bir zarba. To'pni tepishga ruxsat berdi. Zarba! Gol! Gol! O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Maksim Shatskix hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'lmoqda. Uchrashuvning 28-daqiqasida nihoyat ketma-ket hujumlardan so'ng O'zbekiston terma jamoasi a'zolari zarba amalga oshirildi. Yo'q, zarba amalga oshirilayotgan paytda o'yindan tashqari holat yo'q edi. Yana bir hujumni kuzatamiz. Islom Inomov O'zbekiston terma jamoasi Ibragim to'pni sherigiga qoldirdi. Xavfli vaziyat. Yo'q. Bo'shroq harakat qilganligini ko'rib turibmiz. Himoyachilar ham ancha yaxshi o'ynashganligini aytib o'tishimiz kerak. Hozir o'yindan tashqari holat yo'q deb baholashmoqda. Zarba amalga oshirildi Yosir Al-Qahtoniy tomonidan, lekin noaniq.
to'p darvoza ustuni yonidan o'tib ketdi. Ancha ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari kerak. Yosir Al-Qahtoniy to'p tepib berildi. Judayam ehtiyotkorlik bilan o'ynashlari kerak bo'ladi. Malik Muaz bu safar to'pni o'yinga kiritib beradi. Himoyachilar to'pni qaytarishyapti. Hujum davom etadi. Yana Jeparov. To'p jarima maydonchasida xavfli vaziyat. Aziz Ibragimov Kong Yongchul bu vaziyatda o'yin qoidasi buzilmagan deb topdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hujumni davom ettirishyapti. Jarima maydonchasi ichiga hozir yetib kelishdi zarba. Nesterov yaxshi harakat qildi va endi Denisov to'pni jarima maydonchasi ichidan uzoqlashtirmoqda. Ana shunday qarshi hujumlarda O'zbekiston Haydarov to'pni chap qanotga Denisovga yetkazib berdi. O'yinni davom ettirsa bo'ladi. Kong Yongchul ana shunday qarorga kelgan. Hozir to'p Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisining qo'liga tekkan edi. Futbolchilarni hozir og'zaki tarzda ogohlantirmoqda. Yosir Al-Qahtoniyga sariq kartochka ko'rsatildi. Juda ham to'g'ri qarorga keldi. Hozir hakam bu vaziyatda mana e'tibor bering. Hakam bilan tortishish befoyda. Aziz Haydarov ham, Aziz Ibragimov ham har ikkala aziz to'p uchun astoydil. Ibragimov Aziz Ibragimov to'pni sherigiga qoldirdi. Juda ham yaxshi imkoniyat. Shatskix to'pni o'zida saqlab turibdi. Denisov to'pni tepdi. Vitaliy Denisovning ajoyib zarbasidan so'ng to'p darvoza ustuni yonib borishdi, lekin Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining tajribali futbolchilari bu safar ham hozir juda erkin harakat qilishmoqda. Birinchi bo'lim o'z poyoniga yetib bormoqda va aynan ana shu qarshi tomonida bo'ldi, lekin uchrashuvning boshidayoq o'tkazib yuborilgan gol hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasining kichik ustunligini ta'minlab turibdi. 3-daqiqada Yosir Al-Qahtoniy tomonidan kiritilgan gol. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Ignatiy Nesterov biroz bo'shroq harakat qilgan pallada Yosir Al-Qahtoniy hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Endi ikkinchi bo'limni birgalikda kuzatamiz. Yana hujum. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari birinchi hujumni boshlab berishdi. 46 ana shu birinchi golni kiritib olish juda ham zarur. Jeparov to'pni sherigiga yetkazib berdi. Geynrix, Jeparov. Yana bir vaziyat xavfli va to'p hozir darvoza to'siniga tekkan holda o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Yana omad yuz o'girmoqda. Chiroq hisobda oldinda borishmoqda. O'ng qanotda hozir to'pni o'zlarida saqlab turishdi. To'p jarima maydonchasi ichida. Ignatiy Nesterov bu safar ham to'pni ostiga yetib kelgani yo'q. Hattoki Aziz Ibragimov ham hozirgi vaziyatda biroz faolroq harakat qilish kerak edi. Haydarov to'p uchun kurashdi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari to'pni egallab olishdi. O'yin qoidasi buzildi. Xayrulla Karimov bu vaziyatda o'yin qoidasini buzdi. Kutilmaganda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari hozir to'pni egallab olishgan edi. Sariq kartochka ko'rsatildi. Sariq kartochka ko'rsatildi. Yosir Al-Qahtoniy hozir hakamdan demak takroriy lavhani ko'ramiz. Haqiqatan ham Xayrulla Karimov qo'pol ravishda harakat qilgan. Ochiqchasiga o'yin qoidasi buzilganligi ko'rinib turibdi. Va Xayrulla Karimov futbolchilarimizning biriga tekkan. Burchakda to'p o'yinga kiritib berilyapti. Abdurahmon Al-Qahtoniy zarba amalga oshirildi. To'pni yana egallab olishdi. Shatskix yo'q, Jeparovga to'p yetib kelmadi. Shatskix to'p uchun kurashni davom ettiryapti. Biroz orqa-roqqa to'pni yetkazib berdi. O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ko'pchilikni tashkil qilishadi. Zarba noani. Maksim Shatskix buzilmagan deb topdi. Futbol muxlislarimizga yaxshi ma'lum. Yarim finalga chiqqan 3 ta terma jamoaning nomlari aniqlanib bo'lgan. Yaponiya terma jamoasi hozir futbolchilar asablariga biroz dosh bera olmayapti. Lekin ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak. Maksim Shatskix menimcha orqaga qaytish kerak. Chunki bu futbolchi juda ham zarur futbolchi. Mana vaziyat takroriy lavhani ko'rib turibsiz. To'p uchun ochiqchasiga kurash borgan. Hakam bu safar ham o'yindan qoidasi buzilgan deb baholamoqda. Hattoki mana hozir Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchisi turtib yuborgan ham. Abdurahmon Al-Qahtoniy o'rniga hozir Ahmad Al-Musa maydonga tushirilmoqda. Birinchi futbolchilardan biz iltimos qilib qolamiz. Juda ham ehtiyotkorlik bilan harakat qilishlari kerak.
Saudiya Arabistoni terma jamoasining hujumi. Himoyachilarimiz bu safargi hujumni ham bartaraf etishdi. Haydarov Saudiya Arabistoni terma jamoasi futbolchilari to'pni egallab olishdi. Uzoq masofadan berilgan zarba esa noaniq. 17-chi to'pni egallab olishdi. Aziz Ibragimov to'pni sheriga yetkazib berdi. Xavfli vaziyat. Bu safar Geynrix tarafga chiqib ketgan. Har safar ham yuqoriga to'pni tepishmoqda. Yana Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Albatta himoya chizig'i biroz bo'shashgan. O'yindan tashqari holat yo'q deb baholashmoqda. Juda ham tushunish qiyin bo'lgan vaziyat. Bu safar nimagadir to'pni oshirilayotgan pallada ana shu futbolchi o'yindan tashqari holatda emas. Himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Tezlik bilan hozir Geynrixning o'zi to'pni o'yinga kiritib berdi. Karpenko, Geynrix to'pni tepsa bo'ladi. Zarba ancha noaniq. Denisov yo'q. Futbolchilarimiz to'pni yo'qotishdi, endi esa orqaga qaytish kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasining 4 futbolchisi oldinga qarab bormoqda. Xavfli vaziyat. Ignatiy Nesterovning mahorati hozir futbolchilarimizni muqarrar bo'ldi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari, himoyachilar yaxshi harakat qilishdi. Har ikkala terma jamoa a'zolari biroz charchab qolishgan. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining ajoyib hujumlaridan biri. Ahmad Al-Musa hozirgi vaziyatda imkoniyatdan unumli foydalanib, Saudiya Arabistoni terma jamoasi tomonidan uyushtirilgan ana shu kombinatsiyani gol bilan yakunlamoqda. E'tibor bering. Juda chiroyli kombinatsiya va bu kombinatsiyada Saudiya Arabistonining bir nechta futbolchilari ishtirok etishdi. Albatta himoyachilarimiz biroz kamchilikni tashkil etishgan edi. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy to'pni sheriga yetkazib berganligini ko'rdik. Ahmad Al-Musa o'sha zaxiradan maydonga tushirilgan futbolchi Ignatiy Nesterovga bermoqda. Uyushtirilgan kombinatsiyaga e'tibor bering. Yana o'sha Yosir Al-Qahtoniy. Endi Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari albatta o'yinni cho'zishga harakat qilishadi. Geynrix to'pga hozir jon jahdi bilan tashlangan edi. Darvozabon hozir ancha xavfli tarzda harakat qilganligiga e'tibor bering. Yosir Al-Musaylim to'p oldinga yetkazib berildi. Haydarov hozir Shatskiy to'pni tepdi. Jarima to'pini amalga oshirib beradi. To'p tepib berildi. Xavfli vaziyat va gol! Gol! O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Salomin hisobdagi farqni qisqartirmoqda. Hozir jarima to'pi amalga oshirilgandan so'ng futbolchilarimiz to'p uchun kurashni davom ettirishdi. Darvozabon to'pga chiqishda biroz xatolikka yo'l qo'ydi va Pavel Salomin bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'llamoqda. Salomin o'z hisobiga bitta gol yozib qo'ydi. Mana e'tibor bering, darvozabon to'pga chiqishda xatolikka yo'l qo'ydi va bu imkoniyatdan Salomin unumli foydalanmoqda. 2-1. Endi albatta O'zbekiston terma jamoasi a'zolari e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Xayrulla Karimov pallalarida qanday bo'lmasin hisobni tenglashtirishga harakat qilishlari kerak bo'ladi. Juda ham yaxshi imkoniyat. Geynrix to'pni tepish kerak va bu safar ham to'p darvoza ustuniga tegmoqda. Hujum davom etadi. Shatskiy himoyachilar to'pni qaytarishdi. E'tibor bering, darvoza ustuni O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini yaxshi ko'rib qolganga o'xshamoqda. Saudiya Arabistoni terma jamoasining eng tajribali futbolchilaridan biri Seriver Jeparov bu pallada jarima to'pini amalga oshiradi. Maksim Shatskiydan biz gol kutib qolamiz. Uchrashuvning so'nggi pallalari. Jeparov to'pni yetkazib berdi. Yo'q. Biroz kuchliroq tarzda Seriver o'rniga maydonga Saad Al-Hartiy tushirilmoqda. Demak, hujumchi o'rniga hujumchi tushirildi. Saudiya Arabistoni terma jamoasi muxlislarining quvonchi cheksiz. 2-1 hisobi
hozircha Saudiya Arabistoni terma jamoasini yarim finalga yaqinlashtirmoqda. Yosir Al-Qahtoniy juda ham yaxshi harakat. Oddiy vaziyatda to'pni yo'qotib qo'ydi. Hech ikkilanmasdan turib jarima maydonchasi ichiga kirib borsa bo'lar. Endi esa orqaga qaytish kerak. Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolarining hujumi. Darvozabon yaxshi harakat qilyapti. 7-raqam ostida harakat qilayotgan bir nechta futbolchilarning orasidan o'tib ketganligini ko'rdik. Lekin Ignatiy Nesterov ham yaxshi harakat qildi. Yana o'sha Janubiy Koreyalik hakam Kwon Yong-chul hakamlik qilayotgan uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari mag'lubiyatga uchrashmoqda. Nihoyat Kwon Yong-chulning tushdagi chalindi. Saudiya Arabistoni va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Saudiya Arabistoni terma jamoasi a'zolari 2-1 hisobida g'alaba qozonib, yarim finalga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Ligi efirga uzatiladi. Biz esa sizlar bilan aynan ana shu pallalarda xayrlashib qolamiz. Rejissor Jamoliddin Bobojonov, sharhlovchi Murodjon Rizayev. Mana shunday bahslarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.